1918-yil. Birinchi jahon urushi nihoyasiga yetdi. Germaniya mag'lub bo'ldi. 7,5 million odam yo'qotildi. Lekin boylar, ayniqsa Krupp kabi yirik konsernlar urushdan ulkan foyda ko'rdi. Oddiy xalq esa ochlik, kasallik, ishsizlik va urush azobidan qiynaldi. Natijada xalq ichida norozilik kuchaydi. 3-noyabr kuni Kiel shahrida harbiy dengizchilar qo'zg'olon ko'tardi. Ishchilar ularni qo'llab-quvvatladi. 9-noyabrda inqilob Berlingacha yetib bordi. Imperator Vilgelm II Germaniyani tark etdi. Monarxiya tugatildi. Yangi hukumatni Ebert boshqardi. U Germaniyani respublika deb e'lon qildi. 11-noyabrda Antanta bilan yarash shartnomasi imzolandi. Yangi hukumat erkinliklar joriy qildi. So'z, yig'ilish va uyushma erkinligi, siyosiy mahbuslarga amnistiya berildi. Saylov huquqi barcha uchun tenglashtirildi. Ishchilar huquqlari tan olindi. Shu tariqa Germaniyada yangi davr boshlandi.